Men spatifillumman. Meni ayol baxti deb ham atashadi. Mog'orga qarshi kurashaman. Havodagi mog'or sporalarini yutib, xonadagi namlikni me'yorga keltiraman. Men esa sanseveriyaman. Yotoqxona uchun mendan yaxshisi yo'q. Hatto tunda siz uxlayotganingizda ham kislorod ishlab chiqaraman va uyqu sifatini yaxshilay olaman. Men Benjamin Fikusman. Katta xonalar uchun juda mos kelaman. Xonadagi changni yig'aman, havoni tozalayman va sizni xuddi tabiat qo'ynidagidek musaffo havo bilan ta'minlayman. Men esa aloe veraman. Men shunchaki o'simlik emas, havo sifati indikatoriman. Havo juda iflos va sog'liq uchun zararli bo'la boshlasa, barglarim qorayib qoladi. Men xlorofitumman. Uy uchun eng xavfsiz o'simliklardan biriman. Men havoni zararli moddalardan tozalayman va hatto bolalar xonasiga ham mos kelaman. Men bor joyda toza havo doim bo'ladi. Men Hamidoriyaman. Uyingizda havo namligi juda pastmi? Unda sizga aynan men kerakman. Men qimmat havo namlagichlar o'rnini bemalol bosa olaman. Shuningdek, men tamaki tutuni bilan ham a'lo darajada kurashib, havoni tozalayman va uni yanada musaffo qilaman. Foydali bo'ldimi? Unda obuna bo'lishni unutmang.